Suhrob kelgan, bu xonadonimizni bitta xonasi bor ekan. Assalomu alaykum. 100% san ham ko'rmagansan, videoni ko'p turgan insonlar ham, ba'zi bir insonlar ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik ko'rmagan. Inshaalloh hammaga yoqadi. Nima qilgan ekan? Ko'ramizmi? Hozir ko'ramiz. Kirishdan oldin bitta fasadi bilan shundoq xonadonimizni joylashgan joyini tushuntirib o'tamiz. Yashil zonalarga bitta ahamiyat bering. Chiroyli ekan. Besetka, kuxnya ham bor. letniy kuxnya. Kamida 3 ta mashinaga yetadigan parkovkasi mavjud. Fasadini qarang, qanaqa. Hamma so'rayapti. Amir Temur mahalla. Amir Temur mahallada 6 sotida qurilgan. Keling endi ichkarisidan tanishtirib chiqamiz. Nima hali kirganim yo'q. Akmal hamma narsani tushuntiradi. Marhamat. Bismillah. Kiruvchdagi holga qarang, bitta ahamiyat bering, mashallah. Nodir, keling. O'sha aytgan xonam. Mana bu risheniga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Bu rishenyani Suhrob Tapchanda zo'r ekan. Tapchan Saudiyada bo'lgan odamlar yaxshigina bilishadi. Bu rishenyani Bitta faqat ko'rpa yetmayapti-da. Ko'rpa и перегородка bo'lishi kerak edi. Olgan odam buni o'zigani qolsa bo'ladi bemalol. Tak. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan xonadan boshlaymiz. Kuxnya katta ekan. Kuxnyani qarang, qanaqa fayzli. Inshaalloh hamma yaxshi niyat qilib havas qilganlarga shuna xonadonlar nasib qilsin. Hamma sharoiti bor. Da. Keyin dalchi birinchi ota-onaligi kerakli bo'lgan родительский спальня. Birinchi etajda обязательно ota-onaligi родительский спальня bo'lishi kerak. Ozona sanuzul garderob bilan, keling yana sanuzuldan ko'rsatib o'tay. Garderob. Chiroyli ekan. Remont, minimalizm ishlatilgan. Zalmi? Tak. Mehmonlarni kuta oladigan zal. Nimasi yaxshi? Xonalar katta ekan-da, Akmal. Ha, ahamiyat bergan bo'lsangiz, 2 ta oyna emas, 3 ta oyna. To есть svetli-da. Endi vaqtimiz kamroq, ikkinchi etaj. Keling, ikkinchi etajdan ko'rsatib o'tamiz. Etajimiz 3 etajdan iborat. Xonadonimizni yuriga pastda joylashgan, podolda, polnoценный podol. 6 sotuv. 6 sotuvda, qarang. Lestnitsani qarang, qanaqa chiroyligini. Ikkinchi etajda holga bitta ahamiyat berib, izohda uyimiz yoqqan bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirib o'tasizlar. Detskiy ham bor o'tda. Tak, keling birinchi mana bu spalniyadan, master spalniyadan. Haqiqiy master spalniya. O'zini sanuzul garderob bilan bitta ko'rsatib o'tasiz. Agar uyimiz yoqqan bo'lsa, обязательно сохранить qilishni esingizdan chiqarmanglar.